Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Assalomu alaykum aziz Shahnon tabriklash agentligi kuzatuvchilari. Bugun biz Yangijoy mahallasida, albatta Xudoyberdi Hoji bobo xonadonida mehmonmiz. Bugun ayajonimiz Hidoyat xolani tabriklash maqsadida tashrif buyurganmiz. Albatta musofirchilikda yurgan kelin podsholari Charos xonim hamda Hasan aka nomidan tabriklaymiz. Bugungi yaxshi kunlar sizlar bilan ham ko'ramiz. Biz bilan qoling. Biz boshladik. Mana ketdik. Hoji bobo qanida? Xo'p, yaqinroq turamiz. Hasan aka siz ham yaqinroq turing. Hidoyat xola, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizni bugungi tug'ilgan kuningiz bilan, shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Sizni oshkor etishmagan bo'lsa, kimning nomidan keldik sizni tabriklashga? Men bilmadim men. Siz bildimi? Ana. Bugun surpriz qilib bir yaqin jigarbandiz kim suhbatlashdik, otlarini aytishdan oldin suhbatlashdik, aytishdiki, Husayn aka, Xudoga bir yoqqan ishim bor ekanki, Xudoyim menga ikki ona, ikki ota bilan siyladi. Men baxt uyimga kelin emas qiz bo'lib kirdim. Albatta Charosxon kelin podsho nomidan, Hasan akam nomidan, Dilshod opa, Azamat aka, Husayn aka nomidan sizlarni tabriklaymiz. Ayajonimiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, kalajonim. Kelin podsho bilan suhbatlashdik, deyishdiki, musofirchilikda yuribmiz, ko'nglimiz to'q. Nimaga deganda, xonadonimiz farishtasi, xonadonimiz bekasi, ayajonim, mana farzandlarimga boshi qoshdirlar. Yaxshi duolari, yaxshi o'rnaklari ila ularni katta qilishyapti. Borliklariga shukr deymiz. Dunyo boricha o'zlari yuzidan oshib yurishlari nasib aylasin. Yaxshi niyatim bor, o'shani she'r bilan ayajonimga yetkazing deyishdi. Ishlarim yurishib ketsa galmagan, kamlari, g'amlari etsa butun har. Dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qanog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, dardimga hech davo etmagan hamon. Onajonimni, xonadonim Makka tillosini Makkaga olib boraman deyishdi. Xudo xohlasa kelasi yilda Hoji bobo xonadonida yana haj oshilar bo'lsin. Sizni Hoji ayla deb chaqirish bizlarga nasib aylasin. Hidoyat xola dunyodagi jami ayollarni bir joyga to'plab so'rasak agar, ular uchun eng yaxshi sovg'a nima deb bir ovoz bilan aytishadi: farzandlari, e'tibori, sog'liklari va albatta chiroyli shirin so'zlari, undan keyin esa guldastalar. Siz azizlarga qiyoslab Xudoyim ham guldastalarni yaratgan ekan. Ana shu guldastani farzandlaringiz, nabiralaringiz, qolaversa musofirchilikda yurgan kelin podsho nomidan qabul aylaysiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Marhamat. Yo no,
Hidoyat xola, yana bir bora shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha, onaning tarifi va mehri boshqacha. Tursa hamki hatto 90 yuz yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Farzandlaringiz vaqti kamolga ko'rib yarash, yurish nasib qilsin. Albatta, Hasan akam nomidan chiroyli sovg'alarimiz bor. Albatta, uzrlarni taqdim etamiz. Birgalikda biroz qarsaklar sadosi ostida marhamat taqdim etamiz. Sizlarga bilan birgalikda marhamat. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Hidoyat xola, yaxshi kunda yaxshi niyatlar bor va albatta shirin tortlar bor. Biz esa yaxshi niyatlardan oldin xohlardik birgalikda bir oila bo'lib, shirinlikni bugungi tortingizni kelsak, undan tanabbul aylasak, undan keyin esa albatta yaxshi niyatlarni eshitamiz. Marhamat, tortlarni yaqin olib kelamiz. Niyat qilib shamlarni o'chirgan holda shirinlikni kesamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Marhamat. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Marhamat, Azamat aka, sanaka yaqinroq turamiz. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый, но того календаря. Хоть на Мазе, хоть на Порше, хоть на Жигули да больше, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мое настроение. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, даже где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мое настроение. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Dilshod opa, yaqinda bir kun yo 2 kundan keyin kirib kelayotgan tug'ilgan kuningiz bilan Husan akam nomidan, ukalaringiz nomidan, albatta Azamat aka, Husan aka nomidan, qolaversa kelin podsho Jarosxon nomidan sizni tabriklaymiz. Jiyanlarning amajoni, sizga rahmat deb, albatta ukalaringiz nomidan ana shu guldastani qabul qiling. Kirib kelayotgan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Marhamat, guldayning ochilib yurish nasib aylasin. Marhamat.
bo'lsin. Endi esa yaxshi niyatlarni eshitamiz. Azamat aka, o'zingiz tabrikni boshlab berasiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Kelaringizni rahmat aytaman. Onamni, opamni, do'm. Avvalambor yaxshi rahmat. Yüzleşti sanatları, dolduruyor bunların yaşlaşa biçimizler. Onlarla şimdi yaş öyle yaş oturun nasıl şimdi? Ramsızlar. Sağ olun. Hasan aka marhamat. Hasan aka marhamat. Onamga, opamga uzoq umr baxt tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Ben niyat qilgan bizim niyatlarga yetsin. Har doim xizmatlar bilan. Rahmat. Rahmat. Duolarni olib yurish nasib etsin. Xudo xohlab, marhamat. Do'stlaringiz yuring, Dilshoda san yordamchi bo'lib yuring. Ilohim nevalarning boshiga sog'-omon bo'ling. Ilohim yuz kallasi ham kiyiz yigirmalarga kirib, huzurini ko'rib yuring. Mayli bilan qishqa qalinglar. Nevalarning boshiga, bolalaringizni boshiga hamma vaqt katta qo'l yuringlar. Rahmat. Albatta, endi esa navbatni shu qo'shiqlarga beramiz. Birgalikda o'ynab kulib, undan keyin esa rasm olish marosimi bo'ladi. Marhamat. Shu qo'shiqlar sizlar uchun. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hidoyat xola 120 yoshda kulib yurish nasib aylasin. Marhamat. Rahmat. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangradi xiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangradi xiroj. Farishtadagi yoyib turib quloch, avvalda o'ynasin onam. Farishtadagi yoyib turib quloch, bolam devam, ular fidoyi, orzulari poktur samoyi. Bolam devam, ular fidoyi, orzulari poktur samoyi. Yolg'izligim go'zal nuroniy, davlalarda o'ynasin onam. Yolg'izligim go'zal nuroniy, davlalarda o'ynasin onam. Ömrücem bo'lmas bahor, ona duosiga sandiga qoldi. Unga jonimni bo'lmas bahor, ona duosiga sandiga qoldi. Qizlarlarga qo'layim hozir, davlalarda o'ynasin onam. Qizlarlarga qo'layim hozir, davlalarda o'ynasin onam. Suziy uchqur, nafaslarim ko'p, yuragidagi tafti so'nmas yo'q. Suziy uchqur, nafaslarim ko'p, yuragidagi tafti so'nmas yo'q. Boshimga yig'ib qilayin qulluq, davlalarda o'ynasin onam. Boshimga yig'ib qilayin qulluq, davlalarda o'ynasin onam. Davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangradi xiroj. Davlat
shohim olsun qaysi qilgan olsun nobaydo doğrasan qaysi chamalboy olamga doğrasan suylamagan inson kimni sevar olsun Para que se
Biz Xudoyberdi Hoji bobo xonadonidan mehmon bo'lib, Hidoyat xolani shukrona kunlari bilan tabrikladik. Albatta, sizlar e'tiboringizga havola etdik. Biz bilan qoling. Shahnon tabriklash agentligi bilan. Salom.